Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan dinshunoslik fanidan navbatdagi mavzumiz islom dini tarixi mavzusi haqida gaplashib o'tamiz. Demak, mavzumiz islom dini mavzusi. Mavzu yuzasidan quyidagi reja savollar bilan tanishtirib o'taman. Demak, birinchi savolimiz islom dinining paydo bo'lishdagi ijtimoiy, siyosiy va madaniy sharoitlar. Ikkinchi savol Qur'on, hadis, fiqh, aqida ilmlarining shakllanish tarixi. Uchinchi savol islom dinining 5 shartlari va to'rtinchisi buyuk muhandislarning hayoti va ijodi. O'zbekistonda hadisshunoslikning rivoji haqida sizlar bilan bugungi darsimizda suhbatlashib o'tamiz. Endi mavzuning qisqacha bayoni bilan tanishtiradigan bo'lsak, islom dini qachon paydo bo'ldi yoki bo'lmasa islom dini paydo bo'lgunga qadar, assalomu alaykum hurmatli arab davlatlarida qolaversa boshqa bugungi kunda islom diniga e'tiqod qiluvchi mamlakat hududlarida qanday davr yoki qaysi dinga e'tiqod qilib kelishgan degan savollarga javob berishdan boshlaymiz. Demak, bizga ma'lumki, islom tarixiga agar nazar tashlaydigan bo'lsak, islomgacha bo'lgan davrda Ibrohim alayhissalom davrida birinchi savolimiz tavhid dini nozil qilindi va o'sha ijtimoiy, siyosiy Ibrohim alayhissalomdan toki payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning davrlarigacha bo'lgan davr oralig'ida aynan bugungi kunda islomga e'tiqod qilib kelayotgan ko'plab millat vakillari hayoti va aynan mana shu tavhid diniga e'tiqod qilib kelishgan. Tavhid dini deganda biz avvalo haqida Alloh yo'lida to'g'ri yurmoq ma'nosini anglatadi. Endi har bir dinning paydo bo'lishligida, har bir dinning kelib chiqishida ma'lum bir sabab va omillar islom dini, ya'ni islom dinining paydo bo'lishiga qadar yoki o'tgan islom dini paydo bo'lgunga qadar bir muddat davrda aynan o'sha davlatlarda arab qolaversa xalqlar tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, ularda johiliya davri hukmronlikda davr bo'lgan vaqtlar, ya'ni johiliya deganda johiliya arabcha so'zdan olingan bo'lib, bilimsizlik, jaholat bizga ma'lumki ma'nolarini anglatadi. Aynan arablar tarixining islomdan ilgargi davrga berilgan islom davrida johiliya tushunchasi Qur'onning bir nechta suralarida uchraydi. Misol uchun Qur'oni Karimning Oli Imron surasi 154